Assalomu alaykum, muhim xabarlar kanaliga xush kelibsiz. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'yishni hamda o'zingizni qiziqtirgan video ostida kommentariy yozib qoldirishni unutmang. Borya taxallusi bilan tanilgan Sanjar Shodiyev bugun kutilmagan halokatga uchradi. Sanjar Shodiyev hayotidagi burilishlar barcha uchun kuchli hayajon sifatida shov-shuv uyg'otmoqda. 2024-yil boshidagi intervyusida u 47 yoshida 5 nafar farzandni otasi, bir vaqtlar ichkilikka berilib ichki tanazzulga uchraganini e'tirof etgan edi. Institutni prezident grantsiz 2 yil kontrakt orqali o'qib, keyin moliyaviy holat tufayli uni tashlab ketganini tan oladi. Oradan qaytadan hujjat topshirib, rejissyorlik bo'yicha grantga qabul qilingan va bu uning burilish nuqtasi bo'lgan. Akasi Anvar vafotidan so'ng u devona sifat holatga tushib, ichkilikka berilib ketganini oshkor etgan. Ammo shu viqorli og'irlikdan charchagan yuragi uni san'atga qaytaradi. 2007-yili Ortiqcha omad, 2009-yili 7 haykal bitta kal, so'ngra eng ulug' nomga ega Qalb ko'zi va Jigarbandim filmlarini yaratadi. Kino ustalari Sho'rik Toshkentga filmiga 100 ming AQSh dollar sarflagan, ammo haqiqiy e'tirof atiga 15 ming AQSh dollariga tayyorlangan. Qalb ko'zida filmiga ko'ra olishdi. Bu esa o'z o'rniga pul emas, kontent muhimligini ko'rsatganini ta'kidlaydi. Instagram va YouTube'dagi Borya nomi ostida tanilgan Sanjar Shodiyev hazil, vlog va sahna aktyorligini ham birlashtirib, auditoriyasini lol qoldiradi. U Jizzaxdagi mega supermarket faoliyati paytida ham o'z ijodini to'xtatmaydi. YouTube'dagi kanalida kulgidan tortib hangoma ustalarigacha videolari eski yangi bo'lsin, ularning ko'plari 100 minglab, millionlab ko'rishlarga ega bo'lgan. Sanjar Shodiyev so'nggi intervyusida kino va teatr ahmoqlarni tarbiyalaydigan joy emas, balki aqlli insonlarni dam oladigan joy deb ataydi. Bu so'zlar san'atga bo'lgan ehtirosini, ijod maqsadini yangi shaklga ochib beradi. Ziyoratchisini ham o'ylashga chaqiradi, hayot falsafasi bilan qamrab oladi. Sanjar Shodiyev nafaqat kino rejissyori, balki bloger, aktyor, hazilkash, musiqachi sifatida ham qayta tug'ilgan. Borya san'at maydonida yana to'liq hayotga qaytadi. U o'zini ichki azoblar, qiyinchiliklar va ruhiy inqirozlarga qarshi tura olgan jasorat egasi deb biladi. Bu kishi san'atni pul emas, ta'sir orqali topdi. Qiyinchilik va dardlarni sahnaga aylantirib, atrofdagilarga dars beradi. Uning tajribalari bu ham daho, ham dahshat, jonli tanazzul va qayta o'ziga kelsa, bu dunyo uchun katta yo'lchi bo'lishi mumkin. Qadrli tomoshabin, shu va shu kabi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Bizni qo'llaganlarni Allohning o'zi qo'llasin.